ko'rdimi? Ha. Hozir aniqdan gapirsangiz zvuki bo'rilib keladi. Yaqinroqqa borib qoling. Ana mikrofon edi. Mikrofon yo'q, sumkani yo'q. Sumkani yo'q. Yaqinroq kelib, yaqinlashtirib. Shu yerda o'tirsiz bo'lmagan aka. Ochildi. Yaxshi bo'ldimi? Oq bo'ldi. Sog'lig'ingiz to'g'ri. Buyur. Ovozimizni eshityaptimi? Assalomu alaykum. Aziz futbol ishqibozlari, 35-chi chempionatining ishtirokchilari, hammangizga xayrli kun. Inshaalloh shu haftadan juma kuni Pro-ligamizdan boshlaymiz. Shanba kuni Premier Liga o'yinlarini boshlaymiz. Biz bugungacha chiqdik, sababi bir jamoalarni qo'shilish yoki qo'shilmasligi savol ostida turganimiz va bugungi kunga kelib Pro Ligada 17 jamoa va Premier Ligada 16 jamoa ishtirok etadigan bo'ldi. Birinchi
taklif etilgan Pro Ligadagi jamoalar harakati. Hop, birinchisi Turon, Chortepa, Yashnobod, Manamul, Sergeli, Paxtakor, Chig'atoy, Qo'shqo'rg'on, Chilonzor, Zvezda, Veterans, Mirobod, Karlomax, Qo'shqo'rg'on 2, yangi qo'shilgan jamoamiz Aviator, Lokomotiv va Sergeli 1992 jamoasi. Sergeli 1992 jamoasi 1992-yilda tashkil topgan jamoa bo'ladi futbolchilari. Oldindan aytganman, hamma jamoa bilan bular parlamentga o'yinlardan bo'lib o'tadi, lekin bular neft konkursida ishtirok etishadi. Sababi keyingi yil mavsumidan qishki chempionatimizdan bular to'laqonli ishtirok etish uchun kirishadi. Bungacha praktika olish maqsadida ular neft konkursida qatnashadi. Bitta jamoa. Xo'p, endi ushbu jamoalarga qur'a tashkilimiz hozir. Shuning uchun bizga jamoani qo'shib olishimiz kerak, sevgili. Sevgili 1992 jamoasini qo'shamiz. Jamoalar soni 17 taga yetdi. Bizda jamoa bor, yangi qo'shilgan jamoa. Bugun oxirgi kunlarda o'shaning uchun kelib topshirib ketishdi, JFFdan oldin. Ular bir ishtirok qilib olishni iltimos qilishgani uchun ularga birinchi raqamni bermoqchimiz, chunki birinchi raqamli jamoamizda ular birinchi turda dam oladi. Ushbu jamoaga kelib ko'rsatishimiz, atashamiz. Kerak. Lokomotiv jamoasiga mana birinchi raqamni beramiz. Sababi ular birinchi turda o'tkazib yuborishadi. Birinchi raqam Lokomotiv jamoasi. Endi ketishiga davom etamiz. Shu jamoa birinchi o'rinda Turon jamoasi. Turon jamoasi 12-raqam ostida ishtirok etishadi. Turon jamoasi 12-raqamda ishtirok etadi. Qo'shqo'rg'on jamoasi. O'n to'rtinchi raqam ostida ishtirok etishadi. Qo'shqo'rg'on jamoasi. Keyingi jamoamiz Zvezda jamoasi. Zvezda jamoasi 5-raqam ostida ishtirok etadi. Keyingi jamoa Paxtakor jamoasi 5-raqamda ishtirok etishadi. Paxtakor jamoasi 11-raqamda ishtirok etishadi. Keyingi jamoa Chortepa jamoasi. Chortepa jamoasi 2-raqam ostida ishtirok etadi.
Choshtepa jamoasi. Keyingi jamoamizda Mirobod jamoasi. Mirobod jamoasi. 3-raqam asosida ishtirok etishadi. Mirobod jamoasi. Keyingi jamoamiz Chilonzor. Chilonzor jamoasi. Chilonzor jamoasi 15-raqam asosida ishtirok etishadi. 15-raqam asosida. Chilonzor jamoasi. Keyingi jamoamizda Sergeli jamoasi. Sergeli jamoasi 9-raqam asosida ishtirok etishadi. Sergeli jamoasi 9-raqam asosida. Nagi jamoasi Mango jamoasi. Mango jamoasi 6-raqam asosida. Mango jamoasi 6-raqam asosida ishtirok etishadi. Chig'atoy jamoasi. Chig'atoy jamoasi 16-raqam asosida ishtirok etishadi. Chig'atoy. Keyingi jamoamiz Karbomax vakillari. Karbomax vakillari 8-raqam asosida ishtirok etishadi. Yashnobod jamoasi. Yashnobod jamoasi 4-raqam asosida ishtirok etishadi. Yashnobod jamoasi 4-raqam asosida ishtirok etadi. Keyingi jamoamizda Veterans jamoasi. Veterans jamoasi 17-raqam asosida ishtirok etishadi. Albatta, veteran jamoasiga omadli 17-o'rinni olishni tavsiya etamiz. Keyingi ishtirokchi Qo'shqo'rg'on 2 jamoasi. 7-raqam asosida ishtirok etadi. 7-raqam asosida Qo'shqo'rg'on 2 jamoasi. Sergeli 1992 jamoasi vakillari. Nippon qatnashgan jamoamiz 10-raqam asosida ishtirok etishadi. Sergeli 1992 jamoasi. Va so'nggi ishtirokchi Aviator. Ushbu jamoa 13-raqam asosida ishtirok etadi. Endi taqvimini bir chetidan ochishimiz. Lokomotiv jamoasini. Birinchi Qarabog'imiz. Ikkinchi o'rinda Chorchitepa. Uchinchi Mirobod.
keyin Yashnobod, 4-jamoasi, 5-jamoasi Zvezda jamoasi, 6-da Malmo, 7'de Qo'shqo'rg'on 2 jamoasi, 8'de Karabamax jamoasi, 9'da Sergeli jamoasi, 10'da Sergeli 1992 jamoasi, undan so'ng Paxtakor jamoasi, keyin Turonda 23 raqamli Aviator jamoasi, 14 raqamli Qo'shqo'rg'on jamoasi, 15 Chilonzor, 16 Chatoq va Veteran jamoalari. Bizda birinchi tur taqvimi chiqishdan tayyor. Platformaga kirsangiz juda hammasi chiqib keldi. Birinchi turda Chortepa veteran jamoasi kuchlanishadi. Mirobod Chig'atoy, Yashnobod Chilonzor, Zvezda Qo'shqo'rg'on, Mamnol Aviator, Qo'shqo'rg'on 2 Turon jamoasi bilan Karabamax Paxtakor, Sergeli va Sergeli 1992 jamoalari bir-biri bilan kuchlanishadi birinchi turda. Vaqtlarini albatta kanalga qo'yamiz. Kim nechinchi soat paytda qaysi maydonda kuchlanishi. Endi keyingisi Premyer Ligamiz uchun qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tadi. Jamoalar bor. Video orqali yoki platforma orqali kirib bemalol Pro Liga vakillari qachon bilan nechidan to'g'ri qachon bilan o'ynashidan tur taqsimlarini ko'ra olishlari mumkin. Vaqtlarini esa belgilab beramiz. O'yinlar Pro Liga o'yinlari Algoritm, Oqtepa va Maxim bo'lib maydonlarda o'yinlari bo'lib o'tadi. Premyer Liga o'yinlari esa hozircha Algoritm va Oqtepa maydonlarida bo'lib o'tyapti. 3-maydonini Xudo xolasa bugun aniqlik kiritib olamiz. Jamoat tashalik sababli
Ketdik bo'lmasa. Birinchi bo'lib Nechinchi raqam ostida bir ishtirok etgan. Qolgan birinchi raqam ostida ishtirok etgan bo'ldi. Keyingi jamoa Qo'qon jamoasi. Qo'qon jamoasi nechinchi raqam ostida ishtirok etdi. 16-raqam ostida Qo'qon jamoasi ishtirok etdi. Jamoasi 15-raqam ostida Eshong'iylar jamoasi. Keyingisi Dinamo jamoasi 3-raqam ostida ishtirok etadi. Hozir sanamizda yetarli ishtirok etadi. Keyingi jamoa Havas jamoasi. Havas jamoasi 3-raqam ostida ishtirok etadi. 12-raqam ostida Havas jamoasi ishtirok etadi. Toshkent jamoasi 5-raqam ostida Toshkent jamoasi. Do'stlik jamoasi 9-raqam ostida ishtirok etadi. Do'stlik jamoasi. Raykat jamoasi 2-raqam ostida ishtirok etadi. Do'stlik jamoasi 14-raqam ostida ishtirok etadi. Voynik jamoasi 6-raqam ostida ishtirok etadi. O'rin-saroy jamoasi 8-raqam ostida ishtirok etadi. 11-raqam ostida O'rin-saroy jamoasi. Keyingi jamoasi Chirchiq jamoasi 13-raqam ostida ishtirok etadi. Keyingi jamoasi Spartak jamoasi 6-raqam ostida ishtirok etadi. 4-raqam ostida Spartak jamoasi ishtirok etadi.
ishtirokchi. Eslatib o'taman, bizda 15 tepa fayz jamoasi reyting bo'yicha o'tgan yili 4-chi o'rinni olgan hisobiga Premier Liga jamoa yetishmagan sababchi fayz komandasini Premier Ligaga qo'shish lozim topdik. Reyting bo'yicha bizda 4-chi o'rinni olishgan edi o'tgan yili turnirimizda. Ular 7-chi raqam ostida ishtirok etdi. Fayz jamoasi 7-chi raqam ostida. Kimdan kim o'ynashini chiqarib olamiz. Harakat jamoasi 2-chi raqam ostida, Dinamo jamoasi 3-chi raqam ostida, Spartak jamoasi 4-chi raqam ostida ishtirok etishadi. Toshkent jamoasi 5-chi raqam ostida. 6-chi raqamda Boynik jamoasi. 7-chi raqamda Fayz jamoasi. 8-chi raqam ostida Keres jamoasi. 9-da Do'stlik. 10-chi raqamda Osmon jamoasi ishtirok etadi. 11-chi raqam ostida Qo'rg'onsaroy jamoasi. Qo'rg'onsaroy. 12-da Xalas. Chirchiq. 13-chi raqam ostida, 14-chi raqam ostida. Ikkitasi ishonadi. Premier Liga o'yinlari esa shanba kuni bo'lib o'tadi. Birinchi tur qarama-qarshiliklari. Komolon Futbol jamoasi, Rakat Ishonguzar, Dinamo TTZ, Spartak Chirchiq, Toshkent Xalas, Voynik Qo'rg'onsaroy, Fayz Osmon, Kelis Do'stlik jamoalari birinchi turda bahs olib borishadi. Hamma ma'lumotlarni qo'ygan Telegram kanalimizga orqali qo'yamiz. Kalendarni hammasini kirib, platforma orqali ko'rishingiz mumkin. Qolgan hamma yangiliklarni nima kerak